O'zbekistonning eng zo'r MMA jangchilari. Shak shubhasiz qirol Murodxon To'rayev. Unga o'xshagani qaytib bo'lmaydi. Osiyo ayig'i. Murodxon To'rayev raqiblarini yer bilan yakson qilardi. Uni to'xtatishning iloji yo'q edi. Mahmud Murodov, birinchi o'zbekistonlik UFC jangchisi. UFCda O'zbekistonni Mahmud Murodov tanitdi. U sherga o'xshaydi, raqib tanlamaydi. Nursulton Ro'ziboyev, o'zbekistonlik eng ko'p jang o'tkazgan sportchimiz. Nursulton yo'lidan qaytmaydi. U bo'riga o'xshaydi, raqibni yo'q qiladi. Ramazon Temirov UFCdagi jangchilarning qo'rqinchli tushi bo'lib kirib keldi. U yo'lbarsga o'xshaydi, juda ham chaqqon. Shohhasan Mirzamatov UFCga asosiy da'vogar jangchimiz. U ayiqqa o'xshaydi. Keladi, hamma joyni oston-ustun qiladi. Bo'ldi, undan qochib qutulib bo'lmaydi. Doston Bozorov, Oktagon ligasi chempioni. U juda ham xavfli jangchi.